Diqqat! Mashinasi bor fuqarolar tayyor turing. 1 yanvardan boshlanadi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 1 yanvardan boshlab O'zbekistonda avtomobil sug'urtasi narxi keskin oshadi. Tariflar 4 baravar ko'tariladi. Shu bilan birga to'lovlar limiti ham oshiriladi. Maksimal sug'urta kompaniyasi 40 million so'mdan 80 million so'mgacha ko'tariladi. Toshkent yengil avtomobillar 192 ming so'm, yuk avtomobillari 336 ming so'm, viloyatlar yengil avtomobillar 160 ming so'm, yuk avtomobillari esa 280 ming so'm. Ro'yxatdan o'tishni kechiktirmang, hozir esa eski narxlarda qilish mumkin. Metan zapravkalarda gaz bor yo'qligi haqida ma'lumot beruvchi ilova ishga tushirildi. Avto 24 nomli yoqilg'i quyish, gaz to'ldirish va elektr quvvatlash shoxobchalari haqida ma'lumot beruvchi ilova test sinovida ishga tushirildi, deyiladi xabarda.